Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar va dehqonlar, bog'bonlar. Mana bugun Jamshid aka bilan olma bog'iga tashrif buyurdik. Olma bog'da Jamshid aka, olma bog'da bugun nima haqida gaplashamiz? Qanaqa kasallik haqida gaplashamiz? Hozirgi kunda o'sha bog'bonlarimiz orasida keng fikrlarga, mulohazalarga sababchi bo'layotgan manilyoz kasalligi haqida gaplashamiz. O'shani manilyoz kasalligini qachon rivojlanishini, qachon o'ziga qulay sharoitda qishloqdan chiqishini, sporalari qachon rivojlanishini, undan tashqari qaysi optimal sharoitlarda rivojlanish haqida ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Qanaqa holatda saqlanib qolishligi? Qanaqa holatlarda saqlanib qolishi. Jamshid aka, mana manilyoz kasalligi qanaqa sharoitlarda ko'payishni boshlaydi, rivojlanishni boshlaydi? Qanaqa harorati? Qanaqa haroratlarda? Xo'p, manilyoz kasalligi o'rtacha sutkalik harorat 8-9 gradus bo'lganda sekin sporalari harakatga tushishni boshlaydi. Zamburug' sporalari harakatga tushishni boshlaydi va sekin astalik bilan rivojlanishni boshlaydi. Ana endi danak mevaliklar bor. Bularga o'rik, olxo'ri, shaftoli, gilos, olcha, shifonka, shunga o'xshagan mevali daraxtlarga havoni o'rtacha sutkalik harorat 15-16 gradusda sekin astalik bilan zarar keltirishni boshlaydi. Bu gul paytida, undan tashqari hosil tugish paytida rivojlanib zarar keltirishni boshlaydi. Aynan o'sha sanab o'tgan daraxtlarimiz uchun optimal sharoit, manilyoz kasalligi uchun optimal sharoit o'sha 15-16 gradus, 20 gradusgacha tashkil qiladi. Mana shu sharoitda yaxshi rivojlanadi, ekinlarga yaxshigina zarar keltiradi. Uni simptomlarini montaj davomida ham ko'rsatamiz. Agar vaqtimiz qolsa, hozir gilos bog'i o'ziga ham borib ko'rsatamiz. Endi hozir olma bog'ga kelganmiz. Olma bog' haqida olma bog'idagi manilyoz kasalliklar rivojlanishi haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, manilyoz kasalligi aynan olma bog'larda, nok olma bog'larda, behi bog'larda o'rtacha sutkalik harorat 22-23 gradusdan 28 gradusgacha yaxshi o'sib, yaxshi rivojlanadi va jiddiy zarar keltiradi. Bu qaysi paytga to'g'ri keladi deb aytilsa, olma bo'lmasa nok yoki behi bog'larda gullab o'tgandan keyin olmalar уже dovcha ko'rinishida, g'ora ko'rinishida bo'lishni boshlagan paytida, undan tashqari sekin astalik bilan o'zini shaklini, rangi olayotgan paytida rivojlanishni boshlaydi. Endi rivojlanishi haroratlari haqida ma'lumot berib o'tib ketdik. Endi uni tarqalish manbalari haqida ham gaplashib o'tamiz. Aynan olma bog'larda qanday holatlarda, qaysi joylarda hayot sikli qanaqa bo'lishini bir qator ma'lumot berib tushuntirib o'tib ketamiz. Bundan avvalgi nok bog'dagi videomizda parsha to'g'risida ma'lumot bergandik. Unda parsha kasalligi tuproqda saqlanib qoladi. Nok barglarini qoldiqlarida saqlanib qoladi, olmani barglarida saqlanib qoladi deb ma'lumot berib o'tib ketgandik. Endi parsha manilyoz kasalligi bu olmalarda hozir ko'rsatamiz, joyiga ham turib qolibmiz. Mana bunaqa olmalarga, mevalarga mana tushyapti. Ko'ryapsiz, bu kichkina dovcha bo'lgan paytida tushgan ekan. Mana bu yerda manilyoz kasalligi bo'lgan. Manilyoz kasalligi bo'lgandan keyin bu olma rivojlanmasdan kichkina bo'lib qolgan. Mana endi sana beriroqqa keling. Mana bu yerda ham manilyoz kasalligi bor. Mana bu yerda rivojlanib ekinni o'stirmasdan to'xtatib qo'ygan. Bu qattiq qolgan olma. Ha, bunda manilyozni o'sha sporalari bor. Ya'ni keling, ko'rsatib o'tamiz. Mana shu qoldiqlar, mana shu olma mevalarining qoldiqlari bu manilyoz kasalligini sporalarini tarqalish manbalari bo'lib hisoblanadi. Ana endi bir xillarda savol tug'iladi. Olma mevalari yerga to'kilib qolgandan keyin o'sha olma mevalarida ham tarqaladi degan qarashlar bor. Bu sal nisbatan noto'g'riroq. Hayot siklini montajda qo'yib ketsak, o'shanda ko'rish, tushunib olish oson bo'ladi. Mana hozir qarang. Men sizga ko'rsataman bir qator. Mana bu olma to'kilib ketgan. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana mashinaga qurt tushib turib, olma keyin chirishni boshlagan, keyin to'kilgan.
Bu asosiy manbasi bo'lib hisoblanmaydi. Asosiy manbasi mana manilyozda simptomlar qanaqa bo'ladi? Manilyoz olmalarni mevalarga tushgandan keyin mana shu joyda to'kilmasdan qolib ketadi ko'p holatlarda. Mana mashitdan tarqaladi. Bu o'rtacha sutkalik keling, mana gradusniga o'zimizni ham qo'yganmiz. Temperatura ko'rsatyapti. Mana o'rtacha sutka hozirgi holatdagi havoning nisbiy namligi 28 gradus, havoni harorati 18.3-18.4 tashkil qilyapti. Endi manilyoz kasalligi biz boya aytib o'tdik, danak mevali ekin maydonlarida bog'larda 16, 15, 20 graduslarda rivojlanadi deb aytdik. Mana shu danak mevalilar uchun qulay sharoit. Faqat yana bitta shart bor bu yerda. Bu namgarchilik yuqori bo'lganda, etiklik 60% dan yuqori, havoning nisbiy namligi mana ko'ryapsiz, bu yerda 28 tashkil qilyapti. Mana shu ko'rsatkich 50-60% dan boshlab 70, 80, 90% gacha ko'tarilganda ularga jiddiy zarar keltirishni boshlaydi. Ayniqsa hozirgi kunda tez gullab o'tadigan o'rikga, undan tashqari shaftolilarga nisbatan endi hozir mana gullab o'tyapti, ana o'shalarga ham zarar keltiradi. Bu yerlarda bunaqa bog'larda, olma bog'larda bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha 22 dan 28 gradus harorat oralig'ida jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Shunga ham e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Ana endi bularni birinchi navbatda qanaqa qilib nazoratga olinadi degan savolni ham qo'yib olish kerak bo'ladi. Bu joyda mana olma bog'larda e'tibor berib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shunaqa qoldiqlardan tozalab qo'yish kerak bo'ladi. Bularni maqsadga muvofiq bo'ladi. Tozalab chiqilsa, bu tarqaladigan manbadan xalos bo'lamiz. Shu orqali ham kurashamiz. Ana endi Agrogold kompaniyasi manilyoz kasalligiga qanday dori preparatini tavsiya qiladi, qanday yechim beradi? Bu Skor Gold dorisini tavsiya qiladi. Mana shu manilyoz kasalligi tarqalishni boshlaganda, ilk simptomlari ko'rinishni boshlaganda Skor Gold preparatini sepishni tavsiya qiladi. Xudo xolisa sepgandan keyin yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Jamshid aka, asosiy endi dehqonlarimiz manilyoz kasalligiga xo'p qachondan kurashgani maqsadga muvofiq bo'ladi? Endi boya mana aytib o'tdik. Simptomlarini aytib o'tdik. Biza mana bu bog'imizda manilyoz kasalligi yo'q, kuzatilmayapti. Mana qarang, mana gullashni boshlaganda buni manilyoz kasalligi mana endi gilos bog'larda yo bo'lmasa o'rik bog'larda ko'rsatish mumkin edi. Mana shu agar aytaylikki, mana shu g'unchalarni quritib qo'yish kerak edi manilyoz kasalligi danak mevalilarda. Bu yerda hozir unaqa narsa kuzatilmayapti. Shuning uchun ham bu yerda uni anaqasi yo'q, simptomlari yo'q. Hali boshlanmadi. Bu bog'imizda yo'q. Lekin mana asosiy qurol har bitta bog'bonda, har bitta dehqonda o'zi mana shunaqa gradusnik bo'lish kerak. Asosiy ish qurol sifatida olib yursa, bog'dagi o'rtacha sutkalik haroratlarni aniqlab yozib yurishsa, o'rtacha sutkalik harorat 20 gradusdan 28 gradusgacha bo'lgan paytlarda, oralig'larda ana o'shanda bog'larimizni jiddiy nazoratga olish kerak bo'ladi. Bu o'sha boya aytib o'tganimizdek, gullab o'tgandan so'ng do'cha bo'lishni boshlaganda, o'sha g'o'ra bo'lishni boshlagan paytida nazoratga olib kurash choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Ana endi shunaqa paytda ham hozir dori sepishadi. Bu ham o'sha bundan avvalgi videolarimizda aytib o'tganmiz. Bu iqtisodiy zarar, o'zligini cho'ntakligiga zarar. Yo'q-ku, simptom ko'rinmayapti. Faqat mana shu holatda mana bunaqa qoldiqlarni, manbalarni yulib tozalab olib tashasa, mana tozalab olib tashab, dalani chetiga chiqarib yoqib yuborishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunga qarab turib, kurash choralarini ko'rishadi. Asosiy aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shunaqa. Endi yana bitta qolib ketgan
ma'lumotimiz qolib ketibdi. Aytaylik, mana shu boya yurgan joyimiz mana shu yerda qolib ketdi deylik. Ertaga havoni harorati manilyos kasalligining rivojlanishiga yetarli darajada bo'lib qoldi deylik. Mana shu joydan sporalar tarqalib, olmalar mevalariga tushadi. Shamol orqali, hasharotlar orqali, qushlar orqali sekin tarqalib tushgandan keyin bu asosiy manba sifatida jiddiy zarar yetkazadi. Shuning uchun tozalab olib tashlash kerak bo'ladi. Tabiiyki savol tug'iladi. Manilyos kasalligini eng yomon zararli taraflari haqida ham dehqonlarimizga tushuncha berib o'tsangiz, ko'pchilik biladi baribir. Asosiy sabablari hosildorlikka jiddiy zarar yetkazadi. Ayniqsa olma bog'larda hosillarni chiritib tashlaydi. U yaxshi saqlanmaydigan bo'lib qoladi. Tovarni vidini buzadi. Tovarni vididan tashqari ko'proq chiritib tashlaydi. Uni sotishga yaroqsiz bo'lib qoladi, yaroqsiz bo'lib qoladi. Kamaytirishga olib keladi. Hosil ancha jiddiy zarar yetkazib, kamaytirib tashlaydi. 50% dan ayrim bog'larda 60-70% gacha ham kuzatilgan joylari bo'lgan. Juda opasniy kasallik. Jiddiy kasallik. Ularga to'g'ri yondashish kerak, himoya choralarini to'g'ri yondashish kerak. Endi mana bizni agrotexnik tadbirlar deganda qanaqa kesish choralarini to'g'ri qilish kerak, havoni aylanishini yaxshi qilish kerak. Mana shu bog'larda zich shoxlarni ko'proq zich qoldirib turib, misol uchun namgarchilik, havoni nisbiy namligini ko'tarilib ketishiga to'sqinlik qiladigan faktorlarni yo'qotish kerak. Shunga jiddiy qarashsa, xudo xolasa, manilyos kasalligi rivojlanishdan kam bo'ladi, kasallik tushishi ham kam bo'ladi. Undan tashqari profilaktik tadbirlarga Argamika S preparatini sepib qo'yishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. U profilaktik tadbir sifatida sepish maqsadga muvofiq bo'ladi. Profilaktika sifatida ishlatsa bo'ladi. Mana xudo xolasa gilos bog'imizga ham yetib keldik. Jamshid aka, gilos bog'da endi nima informatsiyalarni beramiz? Xo'p, boya ulgurdik. Gilos bog'ga yetib kelishga ulgurdik. Xo'p, endi bir qator to'g'ri ma'lumotlarni berib o'tib ketsak, foydali ma'lumotlar deb bilamiz. Xo'p, mana gilos bog'iga keldik. Manilyos kasalligi mana shu gilos bog' danak mevalilardan mana boya sanab o'tdik bir qator. O'sha o'rikda, shaftolida, gilosda, undan tashqari shponkada, olchada manilyos kasalligi o'rtacha sutkalik harorat. Buning uchun gilos daraxtlari uchun yo'qsa bo'sha sanab o'tgan o'rik, shaftoli, shponka, olcha daraxtlari uchun o'rtacha sutkalik harorat optimal rivojlanish, manilyos kasalligining optimal rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan harorat 16 gradusdan 15 gradusdan 20 gradus oralig'i bo'ladi, optimal rivojlanadi. Endi hozir mana gradusligimizni ham qo'yib qo'ydik. Hozir o'lchab ko'ramiz, tekshiramiz. Mana qarang, mana shu sharoit bor ekan. Gradusda 16.9 bo'lyapti. Havoning nisbiy namligi 29% tashkil qilyapti. Endi biz yog'ingarchilik vaqtidan o'tib ketdik. Aytaylik, mana kunduz kuni quyosh tushyapti, yerni qizdiryapti, sekin astalik bilan havoni tuproq qizib turib, undagi suvli isparayni bug'lanib, aniq yerlar qurishni boshlayapti. Mana shu joylarda, mana shunaqa joylarda aytaylik kechki paytga tungi haroratlarni sovishi natijasida shudringlar tushib qoladi. Shudringlar tushishi natijasida havoning nisbiy namligi sekin astalik bilan ko'tariladi. Sekin astalik bilan ko'tarilgandan keyin aytaylik daraxtlarda, ayniqsa giloslarda, shu shponkalarda, yo'qmasa shaftoli, o'rik daraxtlarida daraxtlarni tanasida, mana bu gullarini g'unchalarida, shu atroflarda saqlanib qoladigan sporalar ana shu kechki payt ham qulay sharoit bo'lganligi uchun rivojlanadi. Rivojlangandan keyin gullariga jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Gullari orqali yosh chiqayotgan novdalarga, mana kurtaklarga zarar keltirishni boshlaydi. Bu orada jiddiy zarar yetkazib bo'lgandan keyin mana bunaqa novdalarga zarar yetkazishni boshlaydi, quritib tashlaydi. Mana shunaqa qilib sekin astalik bilan jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Mana hozir ko'rib turibmiz, bu joylarda umuman simptom ko'rilmayapti.
Ana endi o'zidan o'zi savol tug'iladi. Buni kurash chorasi qanday bo'ladi? Agarda bu kasallik tushadigan bo'lsa, biz bu Skor Gold preparatimizni tavsiya qildik, sepish kerak bo'ladi. Tezlatib sepish kerak bo'ladi kasallikning simptomlari ko'rinishi bilan. Endi profilaktik tadbirga gullagan vaqtida ham sepsa, gulli holatda sepsa bo'ladimi? Ha, endi shunday ish qilish kerakki, glukosani dorini suv bilan, rabochiy rastvor bilan, ishchi eritma bilan to'ldirib qo'yish kerak emas, ehtiyotkorlik bilan sepish kerak bo'ladi. U fungisiddan tashqari har qanaqa preparatni gulli davrida iloji boricha qo'llamagan ma'qul o'zi. Sepish tavsiya qilinmaydi. Endi eng ko'p beriladigan savol shu jamshidaka dehqonchilikda. Ota-bola paytidan aytishadi, eskidan keladigan gap bu, gul paytida hatto ilon kirmaydi degan gap bor. O'sha dori sepayotganda gullarga ehtiyot bo'lish kerak. Glukosalarni anaqa suv bilan to'ldirib qo'ysa, changlanish nisbatan qiyin bo'ladi. Shu orqali ham hosildorlikka jiddiy zarar yetishi boshlaydi. Ana endi o'zini maxsus changlatish vositalari bor. Ular to'g'risida mutaxassislarimizdan so'raymiz. Changlatishda qanaqa? Xudo xolasa 1-2 kunda u haqida video chiqaramiz. Gilos bog'larini changlatish haqida ham ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Tabiiy boshqa yo'llarni aytib. Unaqa dorilarni sepsa bo'ladi. Changlatish orqali hosil olish uchun. Boshqa paytda bunaqa dorilarni sepish tavsiya etilmaydi. Faqatgina gilosga kasallik tushishi boshlaganda. Endi mana gullashdan avval preparat sepib profilaktik tadbirlarni o'tkazsa bo'ladimi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, ha bo'ladi. Shu boya aytib o'tganimizdek, Argamikes preparatini sepilsa, u biologik, mikrobiologik fungitsid mana shu bog'dagi barcha zamburug'li bakteriyalik kasalliklardan himoya qilib beradi. Hozircha beradigan ma'lumotlarimiz shu. Keyin undan tashqari yana qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketamiz. Bog'larimizni oziqlantirayotganda to'g'ri oziqlantirishga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu ekinlarni immunitetini oshiradi, kasallikka chidamliligini oshirib bergandan so'ng ekinlarning o'zi ham kasallikka chidamliligi oshib, o'zi ham kurashishni boshlaydi. Shu orqali ham nazorat qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Endi immunitetini mana bog'larda oshirib borish kerak deb maslahat berdingiz. Qanaqa qilib oshirsa bo'ladi? Qanaqa preparatlardan foydalangan yaxshi? Qanaqa yo'llar bilan preparatlar emas, ozuqalar. Mineral o'g'itlar. Mineral o'g'itlar. Endi xalq tilida ozuqalar deyishadi. Mineral o'g'itlar universal, hozirgi kunda universal o'g'itlar bor. Aytaylik, o'zi asosan gilosni yoshiga qarab taqsimlanadi o'g'itlar ham, Jamshid aka? Yo'q, gilos yoshiga emas, masalan, ko'p yilligi, kam yilligi deyilmaydi-ku, fazalariga qarab. Fazalariga qarab, o'zi asosan daraxtlarning immunitetini ko'tarish, keyingi yilga bahorga baquvvat qilib, sog'lom qilib o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu iyul oyining oxirgi dekadalariga to'g'ri keladi, avgust oyiga to'g'ri keladi. Undan tashqari sentyabr oyini birinchi dekadasigacha to'g'ri keladi. Mana shu oralig'larda ekinlarga to'g'ri muvozanatlashtirilgan o'g'itlarni berib turib, ularni qornini to'q holatda qishki uyquga kirgizsa, keyingi yilga ana o'sha o'g'itliq ekinlarga quvvat bo'lib, o'zini gullash jarayonidagi immunitetlari baquvvatligini hisobiga, kasallikka chidamliligini hisobiga kurash choralarini ko'rsa bo'ladi. Shuna qilib kurashilinadi. Endi muvozanatlashtirilgan o'g'itlarni AgroGold kompaniyasi Gold Crop muvozanatlashtirilgan o'g'itlarni, NPKlarni tavsiya qiladi. Ana shularni tagidan sug'orish orqali yo'nsa tomchilatib sug'orish tizimi bo'ladigan bo'lsa, tomchilatish orqali bersa maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari yana qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaman. Hozir mashhurlikka erishayotgan Lowo Gold mahsulotimiz bor. AgroGold Lowo Gold mahsuloti bor. Do'konchilar orasida ham, dehqonlar orasida ham ancha yaxshi taassurotlarga ega bo'layotgan, yaxshi xususiyatlarni ko'rsatayotgan o'sha Lowo Goldimizni ham sug'orish orqali ekinlarning immunitetini ko'tarsa bo'ladi. U ham tez kasallikka chidamliligini oshirib beradigan xususiyati bor. Undan qo'llasa ham bo'ladi. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Xo'p. Xudo xolasa shu tez kunlarda harakat qilamiz dehqonlarimiz uchun.
aktual bo'lib turgan mavzu changlatish mavzusi. Ha. Videomiz O'zimizni mutaxassis akamiz borlar, ularga iltimos qilib ko'ramiz. Aynan obunachilarimiz uchun, bizani tomosha qiluvchilar uchun, bizani kuzatuvchilar uchun, bizani kuzatib borishsa, tez orada changlatish haqida ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Undan tashqari yana qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketamiz. Agarda bizani berayotgan ma'lumotlarimiz manfaatli deb bilsanglar, foyda o'tgan bo'lsanglar, o'zinglarni tanish dehqonlarga, bog'bonlarga, uyda bitta bo'lsa ham daraxt o'stirayotgan qo'ni qo'shnilarga tarqatib qo'yinglar. Bu hamma bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni biz maksimal darajada mukammal qilib berishga harakat qilyapmiz. Har bitta dehqonga, har bitta bog'bonga, har bitta odamga foydasi tegsa, biz xursand bo'lamiz. Shuning uchun bizani kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik obuna bo'lmay kuzatyapti. Ko'pchilik obuna bo'lmay kuzatishyapti. Mayli, obuna bo'lish o'zligiga havola, lekin jo'natib qo'yinglar. Manfaatli deb bildinglarmi videolarimizni? Foydali ma'lumotlarni beryapti deb manfaat ko'rayotgan bo'lsanglar, tarqatib qo'yinglar. Ko'pchilik manfaat olsin. Ko'pchilik dori sepishda xatolarga yo'l qo'ymasin. Iqtisodiy zararlarga kirib qolishmasin. Misol uchun aytaylik, doriga sarflashayotgan pulligi to'g'ri ishlasin. To'g'ri, manfaatli, foydali ishlasin. Bizning asosiy maqsadimiz shu o'zi. Jamshid aka, rahmat savol javoblar uchun. Sog' bo'lasizlar, yaxshi yurasizlar. Xo'p, sog' bo'linglar.